Badr g'azoti. Arablarning odatiga ko'ra jang boshlanishidan avval ikkala qo'shindan o'rtaga pahlavonlar chiqadi, muboraza qilishlik uchun, yakkama-yakka olishlik uchun. Mushriklarning ulug'laridan, sayyidlaridan bo'lgan 3 ta kishi, Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Valid ibn Utba, uchalasi o'rtaga chiqishdi, musulmonlardan muboraza talab qilishdi. Ya'ni shunday bir bahodirlari bo'lsa chiqsin. Musulmonlardan Hamza ibn Abdul Muttolib, Ali ibn Abi Talib va Ubayd ibn Xorislar chiqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarindoshlari. Jang bo'ldi. Mana ikki toifa turibdi. Ikkita odam turibdi, bir-biri bilan qilich ko'tarib urushgan. Hamza bilan Ali roziyallohu anhuma o'zini raqiblarini bir pasda ishini bitirishdi, yetishishdi. Endi Ubayda bilan Shayba esa bir-biriga ikkalasi zarba berdi, ikkalasi ham yiqilib tushdi, lekin ikkalasi ham tirik. Bu ana shu janglarning qoidasiga ko'ra Hamza bilan Ali roziyallohu anhuma borib, uni ishini bitirishdi-da, musulmonlardan ikkitasi tirik qaytdi, bittasi jarohatlandi. Ana shu muboraza haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Hadani khasmani ikhtasamu fi robbihim fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabu min fawqi ru'usihimul hamid. Mana endi ana shu kofirlar tomonidan chiqib yakkama-yakka olishaman deganlarning oqibati nima bo'lganligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti. Mana shu ikki g'anim, ikki dushman Parvardigorlarining haq dini xususida talashdilar. Ba'z kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi. Endi ularning boshlaridan qaynoq suvlar quyulur. Endi orqaga qayta oladimi? Endi orqaga qayta oladimi? Badr g'azoti tugaganidan keyin ana shu mushriklarni kattalarini bir chuqurga olib borib tashlashdi o'ligini. So'ngra payg'ambarimiz mana shu qalibning ustida, chuqurning ustida turib, "Ya Amr ibn Hisham, ya Utba ibn Robiya, ya Shayba ibn Robiya" bittadan atini aytib turib, "Hal wajadtum ma wa'adakum robbukum haqqo." O'liklarga gapiryapti. Robbilar va'da qilgan narsani haqligini ko'rdinglarmi? Ya'ni sizlarning butlaringlar, o'limdan keyin hayot yo'q, o'lgandan keyin yo'qib ketamiz deb ishontiradigan butlaringlarni gapira olsa ekanmi dedi. Fa inni qad wajadtu ma wa'adani robbi haqqo. Albatta men Robbimni menga bergan va'dasi haqligan ekanligini ko'rdim. Shunda Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, ona o'lib chirib sasib ketganiga gapiryapsizmi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Umar, ular sendan ko'ra meni yaxshiroq eshitishyapti hozir" dedilar. Mana endi ko'zi ochildi ularda. Kufrda ekanligi, nohaq ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi foydasi bormi bu ilmni ularga? Qiyomat kunida birodarlar, kofir bilan mo'min o'rtasida farq bo'ladi. Qiyomat kunida hech kim bir-birini yonini olmaydi. Faqat mo'minlar o'zining mo'min birodarlarini eslaydi va Alloh taolodan shafaat qilishini so'raydi. Alloh taolo aytadi, "Boringlar. Jahannamga boringlar, qalbida hardal urug'ichalik iymoni bor odam bo'lsa jannatga chiqaringlar" deydi. Ya'ni iymoni bor odam, modomiki dunyodan kofir bo'lib o'tmabdimi? Iymon bilan o'tibdimi? Gunoh ko'pligidan do'zaxga tushibdi, jannatga kira olmabdi. Bir kun keladi, bir kun albatta keladi, do'zaxdan chiqadi. Bir kun albatta jannatga kiradi. Muborak bo'lsin shu iymon birodarlar. Akamizning, ukamizning ibodatdan uzoq, akamizning, ukamizning roza tutmayotgan, noumid bo'lmaylik. Kalima keltirgan musulmonmi? Jannatda joy bor ularga, inshaalloh. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm, ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Kim xotirjam yashaydi shu hayotda bilasizlarmi? Mo'min odam. Mo'min odam. Har qancha mashaqqat bo'lsin, har qancha qiyinchilik bo'lsin, o'tib ketadi bu deydi. Har qancha mashaqqat bo'lmasin, sinov deydi. Ozgina sabr qilsam Robbimning huzuriga boraman deydi. Faqat mo'min xotirjam yashaydi. 12da qiyomat bo'lar ekan desa, ham xotirjam yashaydi u. Rasa kuldi-ya, qaranglar, 16-yilmi hozir? 4 yil bo'ldi-da shunga. Tomosha bo'ldimi dunyo? Rasa pul qiladiganlar pul qildi-da, sham sotdi, gut. Men hayron qolaman. Qiyomat bo'lsa shamni, qiyomat bo'lsa boshing ko'rasan o'sha shamda. Bunkerlardan pulga yer sotishib oldilar puldor odamlar. Kim xotirjam yashar ekan? Mo'min odam. Alloh taolo aytadi, iymon keltirgan
o'z iymonlarini zulm, ya'ni shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lgushidirlar va o'shalar hidoyat topgushidirlar. Faqat mo'min odamning hayoti xotirjamlikda o'tadi. Bir kechilib ketadi problema. Qazlarim uzilib ketadi deydi. Ishlaring ham yurishib ketadi bolam deydi. Yaxshi bo'lib ketasan deydi. Shifo topasan albatta deydi. Biz sababini qilyapmiz. Uvering deydi. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Agar men betob bo'lib, bemor bo'lsam, Robbim menga shifo beradi. Alloh taolo Qur'onda ikkita aka-ukaning qissasini keltiradi. Biri mo'min, biri kofir. Bu aka-uka otasidan katta merosga ega bo'ldi. Katta pul qoldi. Ulardan bittasi mo'min edi, o'ziga kerakini olib qoldi, qolganini kambag'al bechora miskinlarga tarqatdi. Ammo kofir esa pulni hammasini olib qoldi, sarflamadi, bog' qildi. Juda ham katta bog' qildi, meva-chevaga kirdi, daryo yonida suv, meva-cheva to'kin sochin zo'r bo'lib ketdi. Mana endi qarab turinglar. Hozirlar berib qo'yish savolni, qani ular hozir? Yo'q. Lekin qanaqa qilib ketdi dunyodan ikkalasi? Oqibati bir xil bo'ldimi? Wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab va hafafnahuma bi nakhl va ja'alna baynahuma zar'a. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlarga ikki kishi haqidagi masalani keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib, u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Uzumzor bog', atrofida xurmolar, o'rtasida ekin, ikki chekkasida suv. Bu dunyo hayotining ne'matlari edi. Mo'min ularning ichidagi mo'mini kofirga kelib nasihat qildi. Kofir nima dedi? Va dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirar ekan aytdi. Bu bog' bu meni moli davlatim hech qachon yo'q bo'lmaydi. Va qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman. Qasam, agar Parvardigorimga qaytarilsam, ya'ni mabodo qiyomat bo'lib qolsa ham, albatta bundan ham yaxshiroq oqibat baxtni topirman dedi. Kufr, nonko'rlik. Endi mo'min inisi nima deb javob berdi? Qala lahu sohibuhu. Birodari unga xitob qilib dedi: "Sen o'zingni asli nasling bo'lmish odamni tuproqdan, so'ng nutfa bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra uni inson qilib rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Dunyoga ishondingmi? Shoyat Parvardigorim menga sening bog'ingdan yaxshiroq bir bog' ato etsa, seni bog'ingga esa osmondan chaqmoqlar yuborur va u sip-siliq yerga aylanib qolur. Yoki uni suvi yerga singib ketib, sen uni istab ham topa olmay qolursan." Bittasi puliga ishondi, kofir bo'ldi, bittasi Robbisiga ishondi. To'satdan shamol esdi. Shamol qattiq bo'ldi. To'satdan chaqmoq urdi. To'satdan havo o'zgardi. Ko'zini oldida faxrlanib turgan bog'i yo'q bo'ldi qoldi. Yo'q bo'lganda ko'z ochiladi, lekin bu ko'z ochilishining foydasi yo'q. Yo'q bo'ldi bog'i. Vahita bi thamrihi fa asbaha yuqallibu kaffay. Dar haqiqat uning meva bog'i halok qilindi. O'zi esa huvillab qolgan ishkomlarni ko'rib va ularga sarflagan narsalarni o'ylab, chappek chalganicha afsus nadomat chekib, qani endi men ham Parvardigorimga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi. Mana birodarlar, mo'min bilan kofirning oqibati. U ham ketdi, bu ham ketdi. Va lam takun lahu fiyatun yansurunahu min dunillah va ma kana muntasira. Alloh taolo xulosalayapti bu qissani. Shuningdek, uning uchun Allohdan o'zga na bir yordam beradigan jamoat bo'ldi va na o'ziga yordam bera oluvchilardan bo'ldi. Birodarlar, mo'min bilan kofir ularning shu dunyoda hayot kechirishligi ham bir xil bo'lmaydi, oqibati ham hech qachon barobar bo'lmaydi. Chuqurni kavlab musulmonlarni tashlagan ana shu kofir podshoh ham, chuqurga tashlangan o'sha mo'minlar ham, Qobil bilan Hobil ham, Ibrohim alayhisalom bilan Namrud ham, Musa alayhisalom bilan Firavun ham, Bilol bilan Umayya ham, Hamza bilan Abu Lahab ham hammasi ketishdi. Abu Jahl ham ketdi, Yosirning oilasi ham ketdi. Hammasi ketdi. Iymon egalari ham vafot etdi, kofirlar ham. Lekin bularning oqibati bir xil bo'ladimi? Ha, mo'min odam ustidan kulishadi.
Mo'minlarning ustiga tuhmat qilib masxara qilishadi. Musulmonligingizni aytib, sizdan bir kuladi. Alloh taolo aytadi: "Innallazina ajramu kanu minallazina amanu yadhakun." Darvoqe jinoyatkor, kofir kimsalar iymon keltirgan zotlardan masxara qilib kulguvchi bo'ldilar. Bu dunyoda kofirlar mo'minlar ustidan albatta kuladi. Va idza marru bihim yataghamazun. Iymon keltirganlardan oldin o'tib olsa, masxaralashadi. Kufr ahli iymon ahli ustidan kuladi dunyoda. Endi qiyomatda holat o'zgaradi. Falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun alal aroiki yanzurun. Endi bu qiyomat kunida esa iymon keltirgan zotlar kofirlardan kulurlar. Alal aroiki yanzurun. Ular jannatdagi so'rilarda kofirlarning azoblanishiga boqib o'tirib kulurlar. Alloh taolaning shu yerda kuladiganlardan qilsin. Birodarlar, iymon bilan kufr, mo'min bilan kofir, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Siz bilan bizga iymon degan ne'matini berdi. Bu bilan ikki dunyoda saodatli bo'lamiz.